Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün mal bazarı 6 sentyabr 2020 yıl. Bugün jekşembe. Tuğanlar bugün bazar koylardan, mallardan bağısını bilip beremiz tuğanlar. Bilip beregen hareket kılabız. Anlatan kanalga atpаңыздар. Video like basыңыздар. Tuğan, kança oldu buğa? Aka kança oldu? Sattım. Kançaga? 37 yarım. 37 yarım. Kaç adam oldu aga? Kaç adam oldu? 53 oldu. 53 binden mi? Yok. Ha bu mu? Bu kaça oldu? Bilmedim. Aga kaça oldu? 48. Kozlar kaça oldu aga? 7'den 7.000 so'mdan bo'lib turibdi. Qo'ylar qanchadan bo'ldi? 7.000 so'mdan bo'lib turibdi. Qanchadan bo'ldi? 70.000 so'm bo'ldi. Bolasi urg'ochi. Alıp berip qo'yaver. Qancha oldi? 66. 66.000 so'm bo'ldi. Torpaqlar qanchadan bo'ldi? 24.000? 29 yarım oldu mananız, manası 31 yarım. 29.500 so'm narxinisi, berkinisi 31.000 so'm bo'ldi. 31.000 so'm. Qancha oldi? Qancha so'm? 50.000 so'm. Bu bolasi ekan. Urg'ochi o'xshaydi. Qancha oldi? Bilmayman, o'zini etmas ekan. Qancha oldi? O'zini etmas ekan bu. Qancha oldi torpoq? 20.000 so'm. Aka qancha oldi? 35? 55.500 so'm bo'ldi. Qo'chqor qancha oldi aka? 8.000 so'm. Qo'y ekan uni. Qo'chqorga oldi. Aka qancha oldi? 36 dan bo'lib turibdi tuğanlar. 36 danmi? Torpoq qancha oldi? Qancha oldi? 54.000 so'm. Qancha oldi o? Sotilyaptir. Qanchaga sotilyapti bilmadim. Aka uyda qancha oldingiz? 54.000 so'm. Buqalar qancha oldi aka? Qancha deydi? Bilmedim. Aytmadi. Aka buqa qancha oldi? Qancha oldi aka? Rasime tatma, töleşen. Aka qancha oldi? 47. 47.000 so'm bo'ldi. Bolasi yo'qmi aka? Bolasi yo'q ekan. Var özüm parayman da. Buqalar qancha oldi aka? Eko 85 oldu. Eko 85.000 so'm bo'lib turibdi. O ala eko. Şey. Qancha oldi? Qancha? 45.000 so'm deydi. Qancha oldi? 38.000 so'mdan bo'lib tur. Qanchadan bo'ldi aka? Ya maz 100 oldu, maz 170 bu buqasi. Aka qancha oldi? Voy aka qancha oldi? Aytmadi. Aka qancha oldi? 5800 so'm oldi tuğanlar. Aka qancha oldi? 32 dan deydi. 102.000 so'm oldu. 102.000 so'm oldi. Aka buqalar qanchadan bo'ldi? 36 35.000 so'mdan. Aka qancha oldi? 35.000 so'm. Bunisi 31.000 so'm bo'ldi tuğanlar. Aka uylar qanchadan bo'ldi? 53.000 oldu. 53.000 bo'lib turdi. Aka qancha oldi? Qancha oldi? Sotiladi. Qanchaga sotiladi? Qancha oldi? 68. Bolasi erkek ekan, ha? Qancha oldi? 57,5. Bolasi erkek urg'ochi. Urg'ochi bolasi men ekan. Qancha oldi bu?
100 ming so'm. Aka qancha oldi? 45.500 so'm oldu. 60.000 so'm ekan. Erkek to'rpog'i. Bu qancha oldi aka? 40.000 so'm. Aka qancha oldi? 42.000 so'm. Tuğan qancha oldi? 98.000 so'm oldu. Qancha oldi? 67.000 so'm. Erkek to'rpog'i o'xshaydi. Urg'ash to'rpog'i ekan. Aka qancha oldi? Qancha deydi? Tushunmadim. Aka qancha oldi? Sotilibdir. Qancha oldi? 50 qancha deydi? 50. Buqalar qancha oldi aka? 289.000 so'm bo'ldi. Qancha oldi? 35.000 so'm. 80.000 so'm bo'lib turganlar. Mana shunda yosh to'rpog'i bilan erkek ekan. Yo'q, aytma. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? 6.000 so'mdan bo'lib turganlar. Qancha oldi? Sizga 7.000 so'm. Mana bu 100.000 so'm bo'lib turganlar. Erkek to'rpog'i ekan, cho'ng'ili buqa o'xshaydi. Qancha oldi to'rpoq? 27.500 so'm oldi buqani. Qancha oldi? Sotilibdi, qanchaga? 49 ga berilib buqani. Aka. Mana bu 3 to'rpoqlar 90.000 so'm oldi. Qancha oldi buqa? 53 dan bo'ldi. 53.000 so'mdan bo'ldi. O, narxlardan. Qancha oldi aka buqalar? Buqalar qancha oldi aka? Arqil. Qanchadan endi? 43-44.000 so'mdan bo'lib turganlar. Mana shular. Bular qanchadan bo'ldi? 43.000, 38.500 bo'ldi. 43.000, 38.500 so'm bo'lib turganlar. 35.000 so'm bo'lib turishdi. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi aka? 59.000 so'mdan bo'ldi. 66.000 so'm bo'ldi. Aka qancha oldi? 62.000 so'm. Balasi yo'q ekan-a? Balasi yo'q ekan. Aka qanchadan bo'ldi? 41.000 so'mdan bo'ldi. Qulajinlar ekan. 2 yosh bo'lsin. Aka qanchadan bo'ldi? 38 dan bo'ldi. 38 dan bo'ldi. Qancha oldi? 45.000 so'm. Qancha oldi? 100 bo'ldi. Qaysi? Uchovi? Ekovi? 100.000 so'm oldi. Bu qancha? 79 oldu. 79? 79 so'm. Qancha oldi aka? Havo 34.200 so'm. Eja qancha oldi? 72.000 so'm. Erkek to'plamay. Urg'ach to'plam. Natlanlar şu uydu 80.000 so'm deyaptir. Bozor 72.000 so'm bağıttır. Berilib. To'rpog'i ekan. 10 litrden aşık sütü var deydi. Жазда birinci tuğanlarındaç. Tonlar şuluydu 100.000 so'mda. Qancha tuğan aka? Ekini? Bu ekinchisi balasi erkek ekan. 5-6 ay olgan o'xshaydi balasi. 5-6 aylik to'rpog'i ekan. Bozor qildi, bo'g'ildi aka? 89 ga beribdir. Bular qanchada olasiz aka? 75. Ekon 75 dan mi? Mallar erkek purg'achi u. Erkek ekan. Erkek to'rpoqlar men 75.000 so'm. Bozor bo'g'ildi aka? Qanchaga chiqdi?
70'ke berilibdi tuanda. Şunu 56 ming so'mga so'rab chiqib turganlar. 65 deb otasa. 65 ming so'm deyaptir. Qanchani tugan? Qanchani tugan? Bilmayman, qanchani tugan o'zim. Balasi urg'achi u. Balasi urg'ach ekan tuanda. Qancha litr sutmi? 5-6 litr chiqadi? 5-6 kendine bilmiyorum. Ha, alınganmi? Şulu 56 ming so'mga sotildi. Hozir baho bo'lib. Şulu 85 ming so'm deyapti tuganlar. Ha, balasi erkek ekan. 5-6 oylik balasi o'xshaydi sonda. Erta jazda tug'ilgan. Mana tuganlar bu 64 ming so'm. Jo, bozor basi. Qanchani tug'an ekan? Жаңа тұңғыш екен. Жаңа тұңғыш. Qanchasi? Жаңа ашма. 45 litr var da o da top. 4-5 litr sütü var ekan. Balası urg'ach ekan tuganlar. 64 ming so'm olsa. Жаңа ашма. Жаңа тұңғыш. Tuganlar ушулай balası erkek ekan. 72 ming so'mga sotылыптыр. Cho'ng ele torpaq var ekan. 4-5 aylık o'xshaydi. Menimcha ana bilmayman. Şu boy tuganlar 66 ming so'm var. Va so'rayaptir. Berilib. Balasi urg'ach ekan. Mana tuganlar şu boy bo'lyaptilar 66 ming so'm. Hozir 67.500 so'm. 67.500 so'm sotildi tuganlar. Urg'ach torpaqmi? Qancha oldi aka? Sotildi. Qanchaga? 53 ga sotildi. Aka qancha dodasiz buqani? Buqani qancha dodasiz? 45. Bozor bo'ldi aka? 41 ga beribdi. 2 yaş torpaq o'xshaydi. Buqa. Torpaq deydi. Qanchadan bo'ldi aka? Satılmadı. Sotildi. Qanchaga? 40'dan berilib turibdi. Qancha oldi? 35 ming so'm. Tuganlar şu iki buqa var. Buqa 92.500 so'mga sotildi. Va ikkinchisi Kunajin bu? Qancha otasiz? 45 to'g'ri. Bozor bo'g'ildi aka? Bozor bo'g'ildi. Qanchaga so'radi? 40.300 ga so'radi. 40.300 ga. Aka bu qo'lar qanchadan o'tasiz? Meni tartmayman qo'ying. Jo, siz tartmaysiz. Tartmaysiz bu yoqdalar. 60dan. Qanchadan berib edingiz? 60 so'radi. Meni tartmagan bu. Jo, qanchadan so'radi? Ha, canım.